Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz avtomobilingizga metan gaz quyadigan bo'lsangiz, bu xabar siz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Chunki bugun 10-mart kuni metan zapravkalar faoliyati bo'yicha yangi cheklov joriy etilishi e'lon qilindi. Energetika vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, havo haroratining pasayishi sababli respublika hududlariga sovuq va nam havo massalari kirib kelgan. Natijada esa tabiiy gazga bo'lgan talab keskin ortgan. Shu sababli magistral gaz quvurlarida bosimning pasayishi kuzatilmoqda. Bunday holatda esa eng avvalo aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlari tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu munosabat bilan bugun 10-mart kuni soat 16:00 dan boshlab respublika bo'ylab metan gaz zapravkalari faoliyatiga vaqtincha cheklov joriy etilishi bildirildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, bu choralar birinchi navbatda aholi va ijtimoiy soha obyektlarini barqaror gaz ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, rasmiy xabarlarda yana bir muhim jihat ta'kidlangan. Ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi transport vositalari hamda jamoat transportlari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz barqaror tarzda davom ettiriladi. Demak, jamoat transporti va muhim xizmat ko'rsatuvchi transportlar gaz bilan ta'minlanishga davom etadi. Biroq odatiy metan zapravkalarida vaqtinchalik cheklovlar bo'lishi mumkin. Mutasaddilar havo harorati barqarorlashib, gaz bosimi tiklangach, cheklovlar bekor qilinishi ham ma'lum qilinmoqda. Sizning hududingizda metan zapravkalar ishlayaptimi yoki yo'q? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Eng muhimi va muhim xabarlar sizlarga yetkazishda davom etamiz.